Dom sharoitiga qanaqa bego'y darushka tanlagan yaxshi? Dom sharoitiga bego'y darushka tanlashda alohida ahamiyat berish kerak bo'lgan narsasi uni amortizator hisoblanadi. Amortizator elektromagnit yoki kauchuk bo'ladigan bo'lsa, to'pinlab pastiga qo'shinlaringizni ham bezovta qilmaysiz. O'zingizni sustavlaringiz, ya'ni umurtqa pog'oningiz, bo'g'imlaringizga ham zarar bo'lmaydi. Bego'y darushka AC va DC motorli bo'lar ekan. Shularni qaysi birini uyga olgan yaxshi? Bego'y darushkani endi qatga olishga qarab, agar siz sport zal uchun yoki odam ko'p foydalanadigan joy, 20-30 kilodan oshiq odam foydalanadigan bo'lsa, AC motorli bego'y darushka olishingizni tavsiya qilamiz. Sababi u tinimsiz, uzoq vaqt stabil bir xil ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Agar siz uy sharoitiga oladigan bo'lsangiz, sizga DC motorli bego'y darushka bemalol yetib beradi. Sababi minimal 4 soatdan maksimal 10 soatgacha DC motor bemalol ishlab beradi. Yosh katta, keksa odam uchun qanaqa trenajyorlar tanlagan yaxshi? Yosh katta, keksa insonlar uchun asosan veli trenajyor tanlashni tavsiya qilamiz. Sababi bu trenajyor yosh kattalarning bo'g'imlariga hamda umurtqa pog'onasiga nagruzka bermaydi. Sizda shunga o'xshash bo'lgan savollar bo'ladigan bo'lsa yoki trenajyor tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, izohlarga o'zingiz savollaringizni yozib qoldiring. Batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz.